Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Yana eshiklarni ustanovka qilib berganmiz. Faqat ustanovkasini olganmiz. 11 ta eshik, bitta prayom qildik albatta. Xo'p. Bu 3-etajli eshiklarimiz, 3-etajda oxirida prayom qilib berganmiz. Zinadan chiqishda chiroyli qilib, ashibga qilib. Eshiklarimiz xudo xolasa chiroyli bo'lib ustanovka bo'ldi, ko'rishlaringiz mumkin. Orqa tarafdan ko'rinishlari, orqa taraflari dabor bo'lgan. Buni endi hozir pardoz ishlarini qilyapmiz. Bu ruchkalari sekret firmani ruchkasidan. Bu ham yaxshi ruchkalardan chiqadi bu ham. Zapaska kalitlari 5 talik. Eshiklarimiz oxirida urilganda daborga tegmasligi uchun pastiga stoperlar ham qo'yib berdik, xudo xolasa chiroyli qilib. Yopilishlari ham chiroyli bo'ldi. Ikkinchi etajda ham, birinchi etajda ham eshiklarimiz bor. Ularni ham bir qator ko'rsatib o'taman. Xo'p, bular ikkinchi etajli eshiklarimiz. Ikkinchi etajga 1,5 tabaqali eshik ham o'rnatganmiz. Xo'p, yonma-yon yana eshiklarimiz tushadi batga bu tarafga. Buni ham ichkari taraflari xudo xolasa daborlarni ham chiroyli qilib ustanovka qilib berdik. Hozir birinchi etajda ham bir qator yana ko'rsatib o'taman. Birinchi etajimiz. Orqa tarafdan ko'rinishi, xudo xolasa chiroyli qilib ustanovka qilib berdik. Kanalimizni kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolaman.